bilmadim Xudo. Taqdirni ishlariga tushunolmayman-da. Qishlog'imizda qancha kelinlardan qaynonalar norozi. Biri befarosat, biri yalqov. Lekin bir yilga o'tmay ular farzand ko'rishyapti. Lekin meni farishtadek kelinimga bittagina tirnoq bermasa-ya. Xudo, balkim ularni shahardan qishlog'imizga olib kelarmiz. Shu yerda yashasa, oldingizda bo'lsa, balkim Alloh farzand berar. Yo'q. Ular shaharda o'z o'rnlarini topishdi. Ularni bezovta qilmaylik. Mayli, vaqt soati bilan nabirali ham bo'larmiz. Aytganingiz kelsa, iloyim Xudo. Bolam, sen tengilar allaqachon bola chaqali bo'ldi. Bolalari maktabda o'qiyapti. Sen hali qizdek bo'lib yuribsan. Sen shularni o'ylayapsanmi? Hamma narsang bor. Bo'ldi-da endi. Oyijon, menga qara bolam. Hech bo'lmasa doktorga ko'ringin. Topa. Nimaga bolalik bo'lmayotganingga qiziqmayapsanmi? Ha? xo'p oyijon. Ertagayoq borib ko'rinaman. Ali akam ikkalamiz ham ish deb chalg'ib qopmizda oyi. Chalg'imay ketinglar. Bolam, bunaqa ishlayversang umring o'tib ketib qoladi. Qaynonang juda ham yaxshi ayol. Shu paytgacha sabr qilib kelyapti. Ha, bu yaxshi qaynonani etagini bolaga to'ldirib yormaysanmi? Ha? Menga qara bolam. Mana shu eringni, Alijonni bir ko'zlab katta qilgan. Bitta farzandi bor. Nabira ko'rsin u ham. Shuni o'ylamayapsanmi? Uzr oyijon. To'g'risi, shu xayolimga kelmabdi. Siz xavotirlanmang oyi, ertagayoq shifokor ko'rigiga boraman. Shundoq bo'lsin bolam. Men ham nevara ko'rgim keladi. Qaynonang nevara ko'rgisi keladi bolam. Eringni ham farzandli bo'lgisi keladi. Xo'p oyijon, xo'p. Siz xavotirlanmang. Men kiyim alishtirib chiqay, ovqat qilaman. Ali akam ham kelib qolsalar kerak bo'lmasa. Voy, qara, esim qursin. Kuyovim yaxshi ko'rgan oshni damlab qo'ydim.